alaykum. Mana kech bo'lganiga qaramasdan Xudo xolasa navbatdagi tarozimizda 60 tonnali tarozimizda Gulistonga qarab yo'lga chiqamiz inshaalloh. 60 tonnali tarozi bo'ladi. Birinchi platformani yuklash jarayoni. Assalomu alaykum barchaga. Mana navbatdagi 60 tonnali tarozimizni hop Sirdaryo viloyatining Guliston shahriga o'rnatdik. Mirzobod mahallasiga. Mana shu katta yo'lni bo'yiga. Katta yo'lni bo'yiga akalarimiz mana silos bilan shug'ullanishar ekan, barakasini bersin. Hop. Bu tarozimizga eng kattasi havo chakmanlarda qo'sh mosligi, qo'sh balonligi chiqadi. Zil 53 kamas, havo chakman man barchasi shu yerga chiqaveradi, shu taroziga. Endi yonlariga beton quyishadi. O'rtasiga mana luki bor. Tayyor holati mana shu. Kimga shunaqa tarozilar kerak bo'lsa, yuqoridagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Bizning manzilimiz Namangan viloyatining Pop tumani. Bola, mana xizmatda prorabba, bosh muhandis. Barakasini bersin.